بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah subhanahu wa ta'ala ushbu sayyid va ayom kunini barchamizga barakotli qilgan bo'lsin. Gunohlarimizni mag'firat qilsin, duolarimizni ijobat qilsin. Islomda farzand tarbiyasi deb nomlanadigan darsimizni mana bugun 20-si. Shu darslarni eshitib, o'qib, o'rganib, tatbiq qilib, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam rozi bo'ladigan ummatni tarbiya qilishlikni muvaffaqiyatini Alloh taolo hammamizga bergan bo'lsin. Bugun inshaalloh nafsiy tarbiya, psixologik tarbiyaga keldik. Shu kungacha siz bilan biz farzandlar tarbiyasida iymoniy, axloqiy, jismoniy va aqliy tarbiya haqida so'z yuritgan bo'ldik. Bugun nafsiy tarbiya. Tarbiya yo'lidagi eng xatarli, muhim nuqtalardan. Psixologik tarbiya. Aqlli, xushyor ota o'zini farzandini jamiyatda ilg'or, peshqadam, jur'atli inson bo'lishiga yordam beradi. Endi johil ota-ona esa o'zini qilgan xatolari sababli, o'zini tutgan noto'g'ri tutmishi sababli farzandini noqis, bo'yni qisilgan, o'ziga bir ishonchi bo'lmagan, noqobil inson bo'lishiga olib keladi. Natijada bunaqa insonni jamiyat qabul qilmaydi. Shuning uchun takror aytamiz, birodarlar, otalik, onalik bu mas'uliyat. Agar ta'bir joiz bo'lsa, bola, farzand loy, ota-ona kulol. Farzand loy, ota-ona kulol. Bu loyga shakl bersa, unga bir qandaydir bir ishlov bersa, bir yaxshi narsa yasash mumkin bu loydan. Agar tepalab qo'ysa, bu ham bir narsa bo'lishi mumkin. Shuning uchun ota-onalarning qiladigan eng muhim ishi bu farzandlarning tarbiyasi. O'zi musulmon sifatida, bir erkak kishi sifatida bizni qiladigan eng katta ishimiz ham mana shu farzand tarbiyasi. Chunki takror aytayapmiz, qornini boqyapman bolalarimni, ustini qilyapman bolalarimni demang, chunki bu uni rizqi. Siz qilmasangiz, Alloh boshqa yo'ldan beraveradi. Takror aytamiz, agar qornini boqilishligi faqat sizga bog'liq bo'lganida, siz o'lib qolsangiz, bolangiz ochlikdan o'lib ketishligi kerak edi. Ammo bunday bo'lmaydi. Bizning eng muhim ishimiz bu farzand tarbiyasi. Ba'zida ota-ona shoshqaloqlik qilib, jahli tezlik qilib, o'ylamasdan bir gapni gapiradi yoki bir ish qilib qo'yadi farzandining ustida, natijada bolasini ko'nglini sindirib qo'yadi. Jur'atsiz, o'ziga ishonmagan, noqis bo'lib katta bo'lib qoladi bola. Gohida aksincha bo'ladi, bir og'iz so'z bilan, bir qilgan ishi bilan bolasini ko'nglini ko'taradi. Uni shijoatli inson bo'lishiga ko'mak ko'rsatadi. Demak, masala hikmatda, masala ilmda. Hikmat bilan muomala qilinadigan bo'lsa, har bitta farzand ulug' inson bo'lish imkoniyati bor. Va har bitta farzand ablah, nochor, notavon inson bo'lishlik imkoniyati ham bor. Bu tarbiya berayotgan murabbiyni yoki unga tarbiya berayotgan ota-onani qo'lidagi narsa. Astagfiru billah, yu'til hikmata man yasha va man yu'tal hikmata faqad utiya khayran kaseera va ma yadhakkaru illa ulul albab. Alloh taolo Baqara surasida shunday marhamat qiladi. U o'zi istagan kishilarga hikmat, foydali ilm beradi. Kimga hikmat berilgan bo'lsa, bas muhaqqaqki unga ko'p yaxshilik berilibdi. Va'z eslatmalarni faqat ahli donishlargina oladilar. Bolalari bilan qilayotgan muomalasida hikmat bo'lgan odam farzandlarini ulug' inson bo'lishiga ko'mak beradi. Masalan, har qanday bola xatoga yo'l qo'yadi. Piyalani sindirib qo'yadi. Birovni bir narsasini yuziga ko'tarib kelib olgan bo'ladi. Xullas, bir noto'g'ri ishni hamma bola ham qiladi. Shunda kimdir darrov so'kadi. Uradi. Sen odam bo'lmaysan, sen itti bolasisan, sen anaqasan va hokazo. Shu bilan bolani ko'nglini sindirib qo'yadi. Agar shu bolaga xuddi katta odamga muomala qilingandek, qilgan ishini noto'g'ri ekanligini tushuntirib turib, chiroyli gapirib, biror bir oyatdanmi, hadisdanmi bir dalilni aytib, biror bir sahobanimi yoki payg'ambarning hayotidan sallallohu alayhi vasallam
hikoyani keltirib bersa ishonavering. Bola oladi. Qaytib shu narsani qilmaydi. Ammo buni o'rniga darrov nima qilib beramiz? Urushib beramiz, so'kib beramiz. Akasini, ukasini oldida so'kamiz, ko'nglini sindirib qo'ydik. O'rtoqlarning oldida so'kib beramiz, ko'nglini sindirib qo'ydik. Esimizga ham kelmaydi. Bolani qilgan xatosi bizni jahlimizni chiqargan paytda jahlimizni yutib, unga tarbiya berishni o'rniga ichimizdagi zaharni sochib olib maza qilamiz. To'g'rimi? Ayniqsa hozirgi zamonda. Shuning uchun otalar, onalar farzandlarini nafsiy tarbiyasiga, psixologik tarbiyasiga mas'ul bo'ladi. Ha bir qoidani aytaman. Otalar farzandinglar shu psixologik holati qanaqa bo'lsa, bu sizlarni qilgan ishingizning mevasi. Jur'atli bo'lsa, sizni qilgan ishingizni sharofati, qo'rqoq jur'atsiz bo'lsa, yolg'onchi bo'lsa, injiq bo'lsa, bu sizni qilgan mehnatingizning samarasi. Qoida. Tarbiyadagi qoida shuki, farzandlarning sulukiyatidagi xatolarining aksariyatining sababi murabbiylarning xatolariga borib taqaladi. Farzandingiz yurish-turishidagi, tutmishidagi qanaqa xatoni ko'rsangiz, bilingki, sizning xatoyingiz shu. Masalan, ona qizlarining oldida bahr etirib turib otaga yolg'on gapiryapti. Buni ko'rgan qiz amaliy suratdagi darsni oldi. 100 ta masala qiling bu qizga, foydasi yo'q. Chunki onasi nima qildi? O'zi amaliy suratda yolg'on gapirib qo'ydi. Demak, bo'laverar ekan deydida, xo'sh. Nafsiy tarbiya deganda, psixologik tarbiya deganda nimani nazarda tutamiz? Bu tarbiya orqali biz nimani xohlaymiz? Birodarlar, farzandlarimizni fazilatlarga, rostgo'ylikka, omonatdorlikka, jur'atga, saxiylikka, ochiq yuzli bo'lishlikka, hayotda muammolarni hal qilishlikka, sabrli, quvvatli bo'lishlikni o'rgatishni xohlaymiz bu tarbiya orqali. Bu o'rinda ota-onalarni yo'l qo'yadigan bir xatosi bor. Farzandiga bo'lgan rahmi, shafqati va farzandiga bo'lgan qattiq qo'llagan. Bir xilga ota-ona shu bolamni ko'ngli cho'kib qolmasin deb turib doim yaxshi gapiradi, nima desa muhayyo qilaveradi, oshiqcha rahm shafqat qilib o'rganligidan bu rahm shafqat ziyoniga ishlab qoladi. Yoki qattiq ushlash kerak bolalar deb turib oshiqcha qattiq ushlaydi, bolani boyaga aytgandek tortinchoq, jur'atsiz, qo'rqoq qilib qo'yadi. Demak, masala nimada? Masala ana shu yumshoqlikni ham, qattiqlikni ham o'rtachasini ushlashlikda. Shuni qilsak, shunda foyda bo'ladi. Doim yumshoq gapirib, po'palab ehtiyot qilaversangiz ham ayniydi bu bola. Doim qattiq gapiraversangiz ham nima bo'ladi? Ayniydi bu bola. Demak, muammo, mushkula hikmatda. Demak, ota-onalar bu masalalarda me'yorni bilishlik kerak. O'rni kelganda rahm shafqat ham qilamiz, o'rni kelganda qattiqroq gapiramiz ham. Qo'rquv, hasad, g'azab bular yomon tarbiyaning mevasi. Farzandingizda shu sifatlar bormi? Demak, sizni qilgan tarbiyangizni, yomon qilgan tarbiyangizni mevasi. Bu nafsiy tarbiyada bir qancha farzandlarda ko'rinadigan ko'rinishlarni, axloqiy ko'rinishlarni ko'rib chiqamiz. Bu xijolat chekishlik, tortinchoqlik, qo'rqoqlik, o'zini bir noqis his qilishlik, hasad, jahli chiqaradigan bo'lishlik. Bu sifatlar bolalardagi kasallik. Bu ulardagi salbiy sifatlar. Mana shu aytilgan ko'rinishlardan bugun agar vaqtimiz yetsa, tortinchoqlik, uyatchanlikni ko'rib chiqamiz. Xijolat chekishlik, bu masalada otalar bir juda ko'p xatolarga yo'l qo'yadi. Mana endi xijolatchan, uyatchan bola, tortinchoq bola, oshiqcha tortinchoq bola o'zi tanimagan biror odamga borib dadil gapira olmaydi. Doim xijolat chekadi, tortinchoq. Bu kasallik birodarlar. O'z-o'zidan ma'lum, hayo bilan tortinchoq bo'lishning farqi bor. Hayo birodarlar iymondan. Hayo bu zo'r fazilat. Ammo uyatchan bo'ling, tortinchoq bo'lishlik, bo'ynini qisib olishligi bu bolalardagi nuqson hisoblanadi.
bolasini begona odam uyiga olib borsa, begona o'zi tanimagan odamlarning orasida bola gapira olmaydi. Biror bir savolga ham javob bera olmaydi, salomlasha olmaydi, jur'ati yetmaydi. Bu otani qilgan xatosi. Bu uyatchanlik vaqtida davolanmasa, shu bola bilan birga ulg'ayadi. Shu holatda, shu uyatchanligi bilan ulg'ayadigan bo'lsa, katta bo'lganda ham jur'atsiz inson bo'ladi. Uyatchan bo'ladi. To'g'ri kelgan odam boshqarib ketaveradi. O'zini mustaqil fikri bo'lmaydi. O'rni kelganda yo'q deyishga quvvati yetmaydi. Chunki yurak shu bo'lgan, o'ziga bo'lgan ishonchi yo'q. Chunki ota shunaqa qilib qo'ygan. Sokavergan, uravergan, bir ish qilsa, xato qilsa sokavergan, hali bola xato qilmasdan jim turishlikni salomatlik deb biladi-da, ochqondan. Odam bo'lmaydi, gapini qarab, qarab. Tuppa-tuzuk bolani aql qilib. Bilmay xato qildi, tuzatib qo'y shu narsani ota. Agar sen bolangni ruhiy tarbiyasiga e'tibor bermasang, kim e'tibor beradi? Seni bolangga-ku bu. Maktabga borsa, yaxshi o'qimagani uchun turtki esa o'qituvchisidan. O'rtoqlar ikkita uzidan kulsa, uyga kelganda sen so'ysang, onasi so'ysa, nima qilsin bu bola? Yine o'zini dunyosiga shunday kirib berkin bo'ladi-da, hech kim bilan ishi yo'q, tortinchoq, shunday bir jur'atsiz bola bo'lib qoladi. Demak, yosh katta bo'lganda ham bir insonni uyatchan bo'lishi, tortinchoq bo'lishi, xijolat cheka oladigan bo'lishligi yoshligidagi uyatchanligiga, yoshligidagi kasalga borib taqaladi. Insonga fazilat hisoblangan hayo bilan kamchilik hisoblanadigan uyatchanlik, tortinchoqlikning o'rtasida albatta katta farq bor. Hayo iymondan. Gunoh qilgani Allohdan uyalishlik bu hayo. O'ziniki bo'lmagan narsani olib o'ziniki qilib olishlikdan uyalishlik bu hayo. Hayo bu iymon. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, muttafaqun alayh bo'lgan hadis: "Al-haya'u wal imanu qarna jami'an. Fa idza rufiya ahaduhuma rufiya al-akhar." Albatta hayo va iymon barchasi bir-biriga yaqindir. Bittasi ko'tarilsa agar, ikkinchisi ham ko'tarilib ketadi. Insonda hayo bo'lmasa, unda iymon bo'lmaydi. Hayo iymon, iymon hayo. Biz uyatchanlik, bo'yni qisiqlik, tortinchoqlik bilan hayoni aralashtirib qo'ymaylik. Iza lam tastahi faf'al ma shi'ta dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Imom Buxoriy keltirgan hadisda. Agar uyalmasang, xohlaganingni qil. Bu hadisni ikki xil ma'nosi bor. Hisob-kitobdan, jazodan uyalmasang, odamlardan uyalmasang, xohlaganingni qil. Ya'ni odamlar masalan espas odam bir ayb ish qilsa, unga parvo qilishmaydi. Bu esi yo'q deb qo'yadi. Chunki shariatda esi yo'q jinni, majnun odamga taklifot qo'yilmaydi yelkasiga. Bu jinni bu, bo'ldi, avf qilinaveradi. Endi odamlardan ham hayo qilmayaptimi bir ayb ishida? Demak, bunga bo'laveradi degan. Menga bo'laveradi, men qilaveraman men. Kim nima deydi? To'ppa-to'g'ri, qilaver. Chunki seni chiziqqa o'tkazib qo'ydi odamlar. Ikkinchi ma'nosi, agar qilayotgan ishingda Allohdan uyalmasang, hech kimdan qo'rqmay qo'yaver. Chunki sizni hech kim ko'rmayotgan paytda gunoh qilishdan nima to'sadi? Hayo to'sadi. Kimdan bo'lgan hayo? Odamlarning oldida ulardan bo'lgan hayo sizni to'ssa, hech kim yo'q bo'lgan joyda gunoh qilishdan Robbingizdan bo'lgan hayo to'sadi. Demak, birodarlar, hayo bilan tortinchoqlik ikkita boshqa narsa. Buni uyatchan bu deydi, hayoli bo'ladi. Yo'q, bu hayoli bola emas, bu jur'atsiz bola, bu tortinchoq, bo'yni qisilgan bola. Hayo boshqacha narsa, birodarlar. Astagfiru billah. Vallazina idza asabahumul baghy hum yantasirun. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbuz zolimin. Alloh taolo Qur'oni Karimda Shura surasida shunday marhamat qiladi. Ular o'zlariga zulm yetganda unga qarshi kurashib g'olib bo'ladigan zotlardir. Har qanday yomonlikning jazosi xuddi o'ziga o'xshagan yomonlikdir. Ya'ni har bir yomonlikning o'ziga yarasha jazosi bor. Endi kim
intiqom olishga qodir bo'lgan holda avf qilib o'rtani tuzatsa, bas uning ajri Allohning zimmasidadir. Albatta u zulm qilguvchilarni sevmas. Juda ham bir muhim, nozik nuqta. Zulm qilgan kishini kechirib qo'yishlik haqidagi so'z. Agar sizga zulm qilgan kishi, sizni haqqingizni yegan kishi, agar uni avf qilib qo'ysangiz, kechirib qo'ysangiz, sizni qilgan shu ishingiz uni Allohga yaqin bo'lishiga sabab bo'lsa, shu gunohidan tiyilishiga sabab bo'lsa, avf qilib qo'yganingiz yaxshi. Qaytarib aytaman, sizga zulm qilgan kishi, haqqingizni yegan kishini agar avf qilib qo'ysangiz, shu qilgan ishingiz uni Allohga yaqin qilsa, dinga yaqin qilsa, bu odamni avf qilib qo'yishlik yaxshi bo'ladi. Ammo agar uni kechirib qo'ysangiz, avf qilsangiz, shu ma'siyatida davom etaversa, yana haloyiqqa tajovuz qilayotganlik ishida, tajovuz qilishida davom etadigan bo'lsa, bu odamga avf qilib bo'lmaydi. Mana shu ayni hikmatdan bo'ladi. Yoshligidan xijolat bilan bo'yni qisilib o'sgan odam ulg'ayganda ham haqqini talab qila olmaydigan odam bo'ladi. Haq bo'lib turib ham o'zini haqqini talab qila olmaydigan bo'lib qoladi. Xato qilgan odamga sen xato qilding deb turib betiga ayta olmaydi. Qo'y. Xafa bo'lib qolmasin mendan. Noto'g'ri ish qildi. Shu yerda aytishlik kerak shunga. Shuni ham ayta olmayaptimi? Nohaq bo'lgan o'rnida sen nohaqsan deb. Bu hayo emas bu. Bu ojizlik bu. Bu uyatchanlik, bu tortinchoqlik, bu nuqson. Eng kattada endi qanaqa qilib aytamiz, qo'y. Kattalar turib ishlar aytsin. Jur'atsizlik. Mana endi siz bilan bizga ibrat bo'lgan insonlar, sahoba-i kiromlar, tobiinlar, ularning hayotidan mana shu jur'atga bir qancha misollarni keltirgan bo'lamiz inshaalloh. Eshitib o'tirib o'zing yoshliging esga keladi-da. Kelyaptimi kallarga? Menga qanaqa muomala qilishardi kichkinaligimda? Kimni yaxshi ko'rardingiz va kimni yomon ko'rardingiz? Mana shu masalada. Falonchi tog'am yaxshi edi, falonchi amakim rasvo edi. Falonchi amakim tushuntirar edi, bir yaxshi gapirar, amakim shu chatoq odam edi. Farzandlarimiz agar bemehr katta bo'layotgan bo'lsa, biri ikkinchisiga. O'g'limiz, qizimiz katta bo'lganda ham ota-onasiga bemehr bo'layotgan bo'lsa, bilinglarki, ota-onalar o'zingizlar ehtinglar shu daraxtni. Odamlar bor, ota-onasini boshiga qo'yadi. Odamlar bor, ota-onasini oyog'ini tagiga qo'yadi. Albatta bu narsaning sababi bor. Shu narsani kimdir unga o'rgatgan, shu narsani unga singdirgan. Sahoba-i kiromlar hayotidan mana jur'atga misol keltiramiz. Abdulloh ibn Umar roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Ibn Umar roziyallohu anhu yosh bola edi. Umar ibn Xattobning o'g'li. Rasululloh o'zining sahobalari bilan o'tirar ekanlar. Ularning orasida Umar ibn Xattob bor edi va o'g'li Abdulloh ham bor edi. Payg'ambarimiz o'zi bilan o'tirgan sahobalariga shunday dedilar: Inna minash-shajari shajaratan la yasqutu waraquha va innaha mislal mu'mini. Fahaddithuni ma hiya. Rasululloh aytdilar, savol berdilar. Daraxtlarning orasida bir daraxt bor, bargini tashlamaydi. U musulmonga o'xshaydi. Qaysi daraxt o'sha daraxt dedi. Shunda har bitta bilgan odam falon daraxt dedi, to'kin daraxt dedi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu oldida o'g'li o'tiribdi. Abdulloh aytadi: "Xurmo daraxti bo'lsa kerak." O'sha hammasi o'zini qishlog'ida shahar daraxt aytgan ekan hadis sharhida. Har bitta shu o'tirgan odam o'zini mahallasida, o'zini qishlog'ida bo'lgan. Xurmo bo'lsa kerak dedim, lekin gapirgani uyaldim deydi. Yana bir rivoyatda Abu Bakr, Umar ham jim o'tirganligi uchun men ham gapirgani uyaldim deydi. So'ngra payg'ambarimizdan o'zingiz aytib beravering ya Rasululloh deyishganida, u xurmo daraxti dedi Rasululloh. Majlis tugadi, sahobalar tarqalishdi. Abdulloh otasi Umarga dada dedi, men dedi xurmo daraxtimikin deb ko'nglimga keluvdi dedi. Lekin aytgani uyaldim dedi. Shunda ey o'g'lim dedi Umar ibn Xattob, agar aytganingda dedi, jur'at bilan aytganingda mana shu narsa men uchun qizil tuyalardan ham yaxshiroq bo'lardi dedi.
Ya'ni jur'atli bo'lishini xohladi. Rasululloh taolo aytganida Umar ibn Hattobga sharaf bo'ladi. Hech qaysi sahoba bilmagan narsani o'g'li bilgan bo'ladi. Jur'atli bo'lishini xohlayapti bolasi. Ba'zida guvoh bo'lib qolasizlar, yosh bola bo'ladi, kichkina. Ishonch bilan gapiradi, odob bilan gapiradi, uyalmay gapiradi. Mana shu jur'at. Odob bilan, uyalmay, ishonch bilan gapiradi. Mana shu jur'at. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga sahobalar bilan o'tirishganlarida bir ichimlik olib kelib berildi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam utiya bi sharobin fashariba minhu wa an yaminihi gulamun wa an yasarihi ashyahun musinnun faqala lil gulam ata'dhanu li an utiya haula. Rasulullohni o'tirgan majlisida bir ichimlik olib kelib Rasulullohga berishdi. Rasululloh haligi ichimlikdan ichdilarda o'ng tomonida turgan kichkina bolaga qarab turib, chap tomonda kattalar o'tiribdi, o'ng tomonida kichkina bola o'tiribdi. Ana ularga buni berishimga ruxsat berasizmi dedi. Bu sunnat. Bir majlisga bir taom olib kelinsa, yosh katta, hozir insonga birinchi beriladi-da, so'ngra uni o'ng tomonidan berib boriladi. Bu sunnat. Endi bu yerga kichkina bola Ibn Abbos deyiladi. Abdulloh ibn Abbos roziyallohu anhu. Rasululloh so'rayapti. Bu qanaqa tarbiya deng? Ruxsat berasizmi shu mo ichadigan narsani oqsoqollarga beraverma dedi. Bu bola nima dedi? Nima siz nima deysiz o'shida Rasululloh? Dedi-mi? Yo'q. Ya Rasululloh dedi. Jur'at qiling. Sizdan keyin ichishlik nasibamni, bu sharafni hech kimga bermayman, bering menga dedi. Rasulullohning oldida jur'at bilan, lekin odob bilan qilayotgan ishini qarang. Kattalarning oldida indamay turishlik odob, birodarlar. Ammo gapirish kerak bo'lgan o'rinda yana indamay turaverishlik bu soqov shaytonlik bu. Qarang kichkina bolani kimga gapiryapti? Rasulullohga. Jur'at o'zi nima? Jur'at uyatchanlik bilan surbetlikning orasidagi narsa. O'zi hamma fazilat shunaqa. Ikkita salbiy sifatning o'rtasidagi narsa. Bu yoqqa o'tib kelsangiz surbetlik bo'ladi, bu yoqqa o'tib kelsangiz uyatchanlik bo'ladi, o'rtasida tursangiz jur'at bo'ladi. Nag'lilik degan so'z bor bizda, nag'li degan o'zimizning so'zimiz bor. Yomon nag'li ekan, mana bo'lan deydi. Shuning uchun tortinchoq bo'yni qisilgan bola bilan hayoni adashtirmaylik. Yana jur'at bilan nag'li bolani ham almashtirmaylik. Bizda yo u yog'i yo bu yog'ida o'rtasi kam. Yo nag'li bolalarimiz, yo jur'at nima? Hijolatchanlik, tortinchoqlik va surbetlikning orasidagi narsa. Imom Buxoriydan keltiriladi. Abdulloh ibn Abbos roziyallohu anhudan Umar ibn Hattob roziyallohu anhu xalifa bo'lib turganlarida o'zini maslahat majlisiga Badrda qatnashgan kibor ulug' shayx sahobalarni chaqirardi. Maslahatida o'tirardi shular. Endi ular bilan birga hali balog'at yoshi yetmagan Abdulloh ibn Abbosni ham olib kelib o'tkazib qo'yardi. Endi boyagi kibor sahobalarga bu narsa yoqmas edi. Bizni bolamiz bilan teng bo'lsa bu, biz bilan o'tiradimi deb Umar ibn Hattobga noroziligini aytganida, nimaga bu biz bilan o'tiradi desa, sizlar bilasizlar nimaga o'tirishini. So'ngra kunlarning birida deydi Ibn Abbos roziyallohu anhu xalifa meni chaqirdi. Men bildim deydi. Meni ularga ko'rsatishni xohlagan ekan deydi. Men kelib o'tirganimda xalifa majlisdagi kishilarga qarab Alloh taoloning astag'firu billah iza jaa nasrullohi val fath oyat haqida nimani bilasizlar dedi. Nima deysizlar shu oyat haqida? Ular aytishdi, agar Allohning nusrati va fathi kelsa, unga hamd aytishimizga, istig'for aytishimizga buyurgan dedi. Umar ibn Hattob Ibn Abbosga qarab, "Ey Ibn Abbos, siz nima deysiz?" dedi. "Bunaqa emas" dedi. Chunki ular aytayotganda emas edi bu oyatda mazmun. Ular adashgan edi. Bu kishidan so'raganida, shuncha odam shunaqa deyapti, bo'pti, indamay qo'ray demayapti. Chunki jur'atlikda unda emas dedi. Nima deysiz deganida, bu Nabiy sollallohu alayhi vasallamning ajali yaqinligining alomati edi dedi. Umar ibn Hattob aytdi, "Men ham sen aytgandan oshcha narsani bilmayman" dedi.
Ya'ni shu kichkina balog'at yetmagan bola oqsoqollarning ra'yiga qarshi fikrda ayta olyapti, odob bilan, jur'at bilan. Mana jur'at. Mana jur'at. Chunki bu kishini haqqiga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam duo qilgandilar. Allohumma allimhu ta'wil va faqihhu fid-din. Parvardigor bunga ta'vilni o'rgatgin va dinni tushunadigan qilgin. Shu duoni sharofati bilan Ibn Abbos yosh bola bo'lsa ham olim edi. Mana jur'at birodarlar. Mana jur'at. Mo'min banda o'zini yoshligini Allohning toatida g'animat bilishligi kerak bo'ladi. Ayrim bandalar bo'ladi, Alloh fazli ko'rsatgan yoshligidan pokiza hayot kechiradi. Gunoh ma'siyatdan uzoq, ibodatda qoyim, dars ilm majlislarida doim bo'ladi, a'zolari gunoh ma'siyatdan uzoq bo'ladi. Yoshi ulg'aygan sari Allohga bo'lgan ishtiyoq kuchayadi, dunyodan ko'ngli sovushligi ziyoda bo'lib boradi. Bunaqa odam, yoshligini zo'r yashab o'tgan odam, orqasiga o'giriladi-da, hayotini qarasa bosib o'tgan hayot yo'lini. Faqat toat, faqat ibodat, pokizalik, da'vat, ilm o'zini baxtli his qiladi. Birodarlar, aldanib qolmaylik. Bu hayot juda tez o'tib ketadi. Oqsoqollarimiz aytsin. Kechada bular ham 16 ga kelgan edi. Ko'p aytamiz, 100 yil buni yo'q edi bu yerda o'tirgan odam bittasi. 100 yildan keyin bittasi ham qolmaydi. Biz dunyoga imtihondan o'tib yoki o'ta olmasdan chiqib ketishlik uchun kelganmiz. Subhanalloh, birodarlar, inson yoshlik chog'ida hech qachon kasallikni o'ylamaydi. Hech qachon band, mashg'ul bo'lib qolishini o'ylamaydi. Buni hali yurak qisishi, davleniya, oshqozon ichi kasalligi, uxlay olmaslik, bu kasallar uni xayoliga ham kelmaydi yoshlik davrida. Lekin bu narsa vaqtincha. Vaqtincha, albatta vaqtincha. Bir inson faqat shu dunyoni o'zida baxtli yashasam bo'ldi deb oxirat bilan ishi bo'lmasa, bu odamning hayoti kulgili bo'ladi holati. Allohdan uzoq bo'lgan insonning moddiy saodati vaqtincha. Qarang. Bir odam tasavvur qiling. Oxiratdan umidi yo'q. Shu dunyoda zo'r yashasam bo'ldi degan g'am bilan yuribdi. Bu odamning hayoti kulgili bo'ladi. Shu dunyoni o'zida zo'r yashashlik uchun insonga 3 ta narsa kerak. Sog'liq, pul, vaqt. Bo'ldi. Solih ayollar ichida, pul ichida. Tinchlik ham sog'lig'ida ichida. Tinchlik tansihatlikni bir so'raymiz u. Demak, shu dunyoda o'zida zo'r yashayman degan odamga 3 ta narsa kerak. Sog'liq kerak, vaqt kerak, pul kerak. Ikkinchi, hech qachon bu uchalasi bir bo'lmas ekan. Albatta bittasi yo'q bo'lar ekan. Yoshligingizda sog'ligingiz zo'r, vaqtingiz ko'p, pulingiz yo'q. 15-30 yoshlar chamasi. Yoshlikda sog'lik bor, vaqt bor, pul yo'q. Ketdik. Ikkinchi bosqich. Bu bosqichda nima bo'ladi? Sog'lik bo'ladi, pul bo'ladi, vaqt bo'lmaydi. 30 bilan bir 50 yoshda olasiz. Do'kon ochdingiz, ish yurgizdingiz, ishingiz yurishib ketdi, tovar olibga, soat hisob kitob qil, qolgan tovar, ostatga tovar, unga pul xullas, vaqt yo'q. Qolgan pulga bir joyga uyda solib qo'ygan, bir daryoda bo'yiga, bir qandaydir bir tog'da yonbag'riga borib dam olgani vaqti yo'q. Otasini, onasini ziyoratiga vaqti yo'q. Sog'ligi bor, pul bor, vaqti yo'q. Endi 60 dan keyin vaqt bor, pul bor, sog'lik yo'q. Bolalar katta bo'ldi, ishni bolalarga topshirdingiz, bolalar yurgizyapti, pul bor, vaqt bor, lekin sog'lik yo'q. O'shuning uchun aytdik, faqat shu dunyoni o'zida saodatli yashayman degan odamning holati kulgili bo'ladi. U dunyoda o'zida saodatli bo'lish uchun 3 ta narsa kerak edi. Sog'lik, vaqt, pul edi. Lekin bularning uchalasi hech qachon bir bo'lmas ekan. Ikkitasi bir bo'lar ekan, uchinchisi doim yo'q bo'lar ekan. Ammo
Allohni tanisa inson. Bir. Uni roziligini hamma narsadan ustun qo'ysa, 2. Shuni yo'lida umrini sarf qilsa, inson yoshligida ham, o'rta yoshligida ham, qariganida ham o'zini saodatli his qiladi. O'lim degan narsa kelganda ham saodat yo'lidagi bitta bir nuqta bo'ladi xolos. Shunday oxirida oxiratdagi abadiy saodatga ketadi. Bunaqa maqsadda yashayotgan odamni bo'ydoqlik davri ham zo'r bo'ladi. O'rta yoshi ham zo'r bo'ladi. Qaragandagi holati ham zo'r bo'ladi. Umriga shunday qaraydi 70 yillik hayotiga. Zo'r yashadim hayotimni deydi. Allohning qulchiligi bilan sarfladim, umrimni o'tkazdim. Va dunyodan chiqib ketganda hech qanaqa armon ichini o'kinch o'ti yondirmaydi. Birodarlar, o'lchovga bog'liq ekan yana aylanib keladi. Uni hayoti abadiy saodatga qarab yuradi, hatto o'lim ham bu saodat yo'lidagi bir nuqta bo'lib qoladi xolos. Allohning toatida ulg'aygan yigitlar haqida misollar. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu mashhur qissa. Kunlarda birida xalifa bo'lib turgan davrda ko'chada ketayotsa, ko'chada o'ynayotgan bir to'p yosh bolalar Umar ibn Xattobni ko'rib tirqirab qochib ketishdi. Umar ibn Xattob haybatli inson bo'lgan, hatto katta odamlar ham tura olmasdi oldida, sir bor edi. Hamma yosh bolalar qochib ketdi, bir bola turibdi joyida. Xalifa qiziqib borib, "Ey bola" dedi. "Nimaga hamma qochib ketganda sen qochib ketmading?" dedi. Bu bola aytdiki, "Ey amir" dedi. "Ey amirul mu'minin, sizni zulmingizdan qo'rqish uchun zolim emasman. Jazoingizdan qo'rqishlik uchun gunoh ish qilganim yo'q. Yo'l keng, siz ham men ham sig'oramiz" dedi. Jur'atni qarang. Bir xato ish qilganim yo'q. Bir zulm qilganim yo'q sizdan bir kaltaga yoki jazolanishlikka. Menda hech qanaqa bir ayb yo'q, o'taverasiz deyapti. Kimi bo'lasiz desa, Zubayr ibn al-Avvomni deydi. Abdulloh ibn Zubayr roziyallohu anhu. Qarang, jur'atda. Umar ibn Abdul Aziz rahmatullohi alayh. Bu xulofoi roshidlarning 5-chisi deyiladi. Hayit kunida bir bolaga ko'zi tushib qoldi. Hali bolaning ustida yamog'i bor kiyim bor edi. 3-4 ta yamog'i bor edi kiyimida. Hayit kunida. Demak, kambag'al, qo'lida bir dunyosi bo'lmagan odam hayit kuni yangi kiyish kerak, iloji bo'lsa. Haligi bolani ko'rib turib, xalifaning ko'ziga yosh keldi. Bola xalifaga qarab, "Ey amirul mu'minin, nima yig'layapsiz?" Xalifa aytdi, "Bolam, agar ustingdagi yamoq kiyimingni do'stlaring ko'rsa, seni ko'ngling sinishidan qo'rqaman" dedi. Hamma yangi kiyib turganda sen yamoq bilan borib, haligilar oldida bo'yning qisilib, ko'ngling sinishdan dedi, qo'rqaman. Bola nima dedi? "Ey amirul mu'minin, qalb Alloh undan rozi bo'lmasligi yoki ota-onasiga oq bo'lishi bilan sinadi. Bu narsaga qalb sinmaydi" deyapti. "Albatta sizni mendan rozi bo'lishingiz sababli Alloh ham rozi bo'lishini xohlayman" deyapti. Faqir kishini ko'rasan, hech narsasi yo'q, ammo qalbida xotirjamlik bor. Uni bu xotirjamligini olsang, butun shahardagi odamlarga yetadi. Yana bir odamni ko'rasan, millionlagan puli bo'ladi, lekin faqir. "Zarar qildik bu oyda" deydi. "Zarar qildik." Qancha zarar qildingiz? "O'tgan oyda 120 ming foyda qildik. Bu oyda" deydi 100 ming bo'lib qoldi deydi. Ana faqir. Sen birodar faqirlikdan qo'rqqanligi uchun faqirsan. Bir yigit ulug' bir ishni qildi. Uni qilgan ishi shunaqa bir odamlarga ta'sir qildi. Bir odamga g'ash kelib, yosh bola ekanligiga ishora qilmoqchi bo'lib, yoshini kichkina ekanligini bilan aytib uni ko'nglini cho'ktirmoqchi bo'ldi-da, "Ey yigitcha" dedi. "Yoshingiz nechida?" dedi. Yigit, "Men Abu Bakr va Umarlarga Nabiy sollallohu alayhi vasallam Usomani amir qilgandagi yoshdaman" deb javob berdi. 17 yoshda. 17 yoshdaman demayapti. Usomani payg'ambarimiz Abu Bakr va Umarlarga amir qilganda nechida edi? O'sha yoshdaman deyapti. Jur'atni qarang. Umar ibn Abdul Aziz xalifa bo'lib saylandi. Uni tabriklashlik uchun atrofidan elchilar kelishni boshladi. Hijozliklardan bo'lgan jamoani boshlab bir kichkina bola kirdi. Hali 10 ga yetib yetmagan bola edi. Boshliq bo'lib kirdi, 10 yashar bola. Bola turib xalifani xalifa bo'lganligi bilan muborakbod o'qimoqchi bo'lib, gapirmoqchi bo'lganida to'xtadi. "Sendan yoshi kattaroq odam gapirsin" dedi. Yig'lab chiqib ketib qoldimi xafa bo'lib? Nima dedi? "Alloh amirni isloh qilsin.
Kishining qadri ikkita kichkina narsasi bilan, tili va qalbi bilan bo'ladi qadri. Agar Alloh taolo unga lafz qiluvchi, so'zlovchi tilni bergan bo'lsa, saqlovchi qalbni bergan bo'lsa, gapirishga haqli bo'ladi. Xalifaga aytdi bu gapni. Agar ish siz aytgandek bo'ladigan bo'lsa, ummat orasida sizdan ko'ra bu xalifalikka loyiqroq, yosh kattaroq odamlar bor edi. Bu davlatni birinchi kishisiga borib gapiryapti bu yosh bola. Bu qo'shni amakiga gapirmayapti. Xalifaga gapiryapti. Odamning qadri yoshi bilan emas, qalbi bilan tiliga bog'liq. Agar Alloh shu narsani bergan bo'lsa, gapirishga haqqi bor. Agar faqat yosh bilanlar ish bo'lganda sizdan ko'ra qariroq odamlar o'tiribdi xalifalikka deyapti. Bu jur'at birodarlar. Xalifa Abdul Malik ibn Marvon, yana boshqa rivoyatlarda Hishom ibn Abdul Malik ham deyiladi. Huzurga bir jamoa odamlar kirishdi. Ularning orasida bir yosh bola ham bor edi. Haligi yosh bolani ko'rib, xalifaning jahli chiqdi. Eshik tagida turadigan kishiga qarab turib, "Ey falonchi" dedi. "Meni oldimga xohlagan yosh bola kirib kelaveradimi?" dedi. Shunda haligi bola o'rnidan turib aytdi. "Ey amir" dedi. "Men sizni huzuringizga kirishim bilan sizni qadringiz tushib qolmaydi. Men uchun bu narsa sharaf. Bizni yurtimizga mashaqqatli kunlar keldi. Ozuqa yo'q bo'ldi. Sizlarda esa ortiqcha mollar bor. Agar ular biz uchun bo'lsa, nima sababdan ularni bizga bermaysizlar? Agar ular Allohniki bo'lsa, bas ularni bandalarga beringlar. Agar ular sizlarniki bo'lsa, bas uni bizlarga sadaqa qilinglar" dedi. To'g'atilmagan kichkina bolaning gapi. Xalifa hayron qoldi. "Vallohi bu bola" dedi, "talabini bajarmaslikka biz uchun bironta ham uzrni qoldirmadi" dedi. Qavm uchun 100 dinor, bu bolani o'zi uchun 100 dinor berdi. Bola "O'zimni haqqimni ham qavmimga beraman" dedi. Chunki hojatiga yetmay qolishi mumkin. Bular ham odamning bolasi. Bularda ham bitta erkak, bitta ayoldan Alloh dunyoga keltirgan. Lekin bularni mana shunday jur'atli qilganlar shu erkak bilan ayollar bo'lgan. Bizni ham qo'limizdan keladimi? Biz hammamiz xohlaymiz. Farzandlarimiz jur'atli, shijoatli, yurakli, o'ziga ishongan, irodasi mustahkam farzand bo'lishligini. Hammamiz xohlaymiz bunaqa farzandga ega bo'lishni. Ammo biz shunaqa farzandga ota yoki ona bo'lishga loyiq mehnat qildikmi? Bolani ruhiyatini uydagilar yo ko'taradi yo tushiradi. Bah, nariyoqqa bor, boshimni ortma. Bah. Enangga bor, otangga bor, akangga bor. Otalar sizlarchi mana bu derazaga o'xshaysizlar. Shunday kelib dunyoni ko'rmoqchi bo'lyapti. Siz shuni ochib bersangiz, o'zingizni qalbingizni ochib bersangiz, dunyoda siz orqali taniydi. Siz to'g'ri degan narsani to'g'ri deb ulg'ayadi. Siz noto'g'ri degan narsani noto'g'ri deb sizni o'lchovingiz bilan ulg'ayadi. Agar yopib qo'ysangiz, boshqa derazalar ochiq. Boshqalarning ko'zanagi bilan dunyoni ko'rib oladi. Shuning uchun bolalarimizni ko'nglini cho'ktirmaslik uchun, jur'atli qilib tarbiyalashlik uchun birinchi nima ish qilishimiz kerak? Hammamiz qo'limizdan keladi. Va juda oson ish bu. So'ziga quloq solish kerak. Eslang, qachon siz o'sha 3 yoshar, 4 yoshar bolangizga o'tirib, xuddi katta odam bilan gaplashgan qilib 5 minut gaplashgansiz. Masxara qilmasdan, tevada turmasdan, xuddi o'zingiz bilan tengdek qachon muomala qilgansiz bolangiz bilan? Bugunga olib ketadigan narsalar farzandni jur'atli qilib tarbiya qilishlikdagi eng oson birinchi ish nima bu? Katta odam bilan gaplashganda o'tirib gaplashinglar. Unda televizorda kim ko'radi? Meni televizorga aylantirib qo'y degan ma'ruzamiz bo'lgan edi. Men ham Parvardigor sendan bitta tilakni tilayman. Ko'p narsa so'ramayotgandurman, 10 yoshar bo'lmagan bola. Lekin yurakdan so'rayapman. Meni televizorga aylantirib qo'y. Televizorimizni uyda o'zini alohida joyi bo'lgandek, meni ham joyim bo'lishini xohlayman. Oila a'zolarimiz televizorda oldida o'tirgandek, meni oldimda o'tirishini xohlayman. Televizorda birorta gapni o'tkazib yormasdan muhim ekanligiga ishonib quloq solishgandek, meni ham so'zimga diqqat qilib eshitishlarini xohlayman. Meni televizorga aylantirib qo'y deb yozgan inshosini aytib bergan edim. Islomda farzand tarbiyasi degan darsimizni muhim nuqtalaridan,
nafsiy, ruhiy, psixologik tarbiyasiga keldik. Bu darslardan siz bilan biz bitta kasallikni ko'rib chiqdik. Uyatchanlik, tortinchoqlik. Uni ziddi bo'lgan jur'at haqida gaplashdik. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni o'zi rozi bo'ladigan yo'lda yurishimizga tavfiq bergan bo'lsin. Aqulu qawli hada va astagfirulloh